Xullas o'rtoq, Instagramda hamma blogerlar reklama qiladi-ku, Xon saroy uylari. Mana keldik. Yunusobod 13-kvartal Mega Tower nomi bilan tanilgan domga. Afterski remont, mebel, texnika, hamma narsa bilan jihozlangan. Zal bilan kuxnya, studiya qilingan. Bu yerda mehmonga kelganimizda o'rtoqlar bilan choy damlab bersak, mazza qilib o'tirib g'iybatlashib ketardik. Bu yog'imizda balkon. Balkondan ham chiroyli vid. 2 xona, 2-etaj. Umumiy maydon 50 kvadrat metr. Bu yog'imizda spalni joylashgan. Hamma narsa bilan jihozlangan. Spalnimizdan chiqqanimizdan keyin bu yerda prixojiya joylashgan. Prixojiyamizda chiroylikkina garderobni qilib yasab qo'yishibdi. Yonida chiroylikkina katta sanuzel joylashgan. Bu uyning narxi o'rtoq, kelib o'zing ko'zing bilan ko'rib baho bermasang bo'lmaydi.